Oybek metro yaqinidagi nomdorda to'g'risida 2-liniya 1-etaj 168 kvadratli noturar binomizda arzon narxda 260 ming dollarga ko'rsatamiz. Sentrda makliylar 300-320 ming so'rab turgan holatida. Lokatsiyani tushuntiramiz. Oybek metrodan kelganda oldingi avtodorojni, hozirgi sharqshunoslik svetofordan o'tganda biznesni rivojlantirish bankining orqasida 2-liniyada. Binomiz mana katta ko'chadan kelgandagi 2-liniyadagi mana 1 etajli zdaniyamiz. Tashqi fasadi, markaziy kirishingiz bilan kattakon bitta hol. Chap qo'lda birinchi xona, jami 6 ta xona, 5 ta sanuzel. Bu vaqtida gostinitsa bo'lgan, hozir ofis bo'lyapti, yaxshi arendatorlar bor ekan. Bu birinchi xona bo'lsa, bu yerda ikkinchi xona, direktorskiy bo'lgani uchun yopiq ekan. Mana birinchi sanuzel. Bu yerda mana uchinchi xonamiz. Har bitta xonada konditsioner bor, remontlar yaxshi holatda. Bu umumiy stoyashi buzilmaydigan devorimiz. Qolganlar gipsokartondan. Xohlagan holatda studiya shaklida ham qilsangiz bo'ladi bemalol. Bu ikkinchi navbatdagi sanuzelimiz. Sanuzellar soni juda ko'p. Bu yerda mana 3 ta xona alohida. O'ng qo'ldagi xonadan boshlaymiz. Hozir qurilish kompaniyasi arendada turibdi. Bu yerda ham mana sklatib qo'yibdi. Xo'p. Keyingi 5-xonamiz. Mana remontlar yaxshi holatda, yaxshi akvalardan qo'yilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. 168 kvadrat. Gostinitsa uchun qurilgan vaqtida. Qayta remont qilingan. Bu oxirgi xonamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Asosiy devorimiz bu bo'ldida studiya shaklida qila olasiz. Parkovkalari o'rtacha ekan, joylari bor. Bank xodimlari ham qo'yar ekan, kim birinchi kelsa o'sha joylashar ekan. Xullas qilib o'rtacha parkovkasi. Lokatsiyani ko'rishlaringiz mumkin. Oybek Ming'o'rikdan o'tganda Nomdorda naprotivida qishloq qurilish bankining orqa tarafidagi 2-liniyada avval Hostel Alfa bo'lgan. Mana joyi sentrda. Yana bitta anaqa hozir sharqshunoslik avvalgi avtodorojniy institutini yonida. Nazoratlarni o'tkazib bo'lmas uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.